Hammaga salom. O'zbekistonda ajoyib yangilik. Endilikda minivan avtomobillar O'zbekistonda ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Ya'ni hammaga mashhur Damas Lux avtomobili. Bu mashhur chet elda ham o'ziga yarasha obro'si bor. Ya'ni Chevrolet N400 modeli bilan mashhur bo'lgan avtomobil hisoblanadi. Ushbu avtomobil haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qani ketdik. Ko'rib turganlaringdek, ushbu avtomashina juda ajoyib dizaynda ishlab chiqarilgan. Eski Damas avtomashinasidan umuman boshqacha. Bir qarashda Volkswagen Caddy avtomashinasini ham eslatib yuboradi. O'zbekistonda chiqayotgan variantida diskada bo'ladi deyishdi. Motoriga keladigan bo'lsak, 1.2 va 1.5 motorli variantlari bo'ladi. Ushbu mashina videodagi ko'rib turganlaringiz Max varianti hisoblanadi. Buni Move varianti ham mavjud. Ushbu variantida odam tashishga mo'ljallangan bo'ladi. Max varianti esa yuk tashishga mo'ljallangan bo'ladi. Bu variantining tepasidagi alohida konditsionerlari bo'ladi. Orqa o'rindiqda o'tirganlar uchun. Max varianti esa ko'proq yuk tashishga mo'ljallangan bo'ladi. Ikkita variantda ham 1.2 va 1.5 motorli komplektatsiyasidan olishingiz mumkin. Narxlarini opisaniyada yozib beraman. Bu taxmin qilinayotgan narx hisoblanadi. Ushbu avtomashina ABS tormoz bilan ham jihozlangan hisoblanadi. Rulni bir qarashda Cobalt rulini eslatib yuboradi. Gitaralari esa Matiz Bestnikini eslatib yuboradi. Faralarni ham albatta ligrovka qilsa bo'ladi. Sizga ushbu mashinaning dizayni yoqdimi? Olgan bo'larmidinglar? Kommentariyada javoblaringni kutaman. Hammaga rahmat.